Assalomu alaykum. Ushbu ko'rinishdagi misollarni qay tartibda yechilishini ko'rib o'tamiz. Logaritm 10 asosiga ko'ra 5 teng a, logaritm 10 asosiga ko'ra 3 teng b bo'lsa, logaritm 30 asosiga ko'ra 8 ni a va b ko'rinishda ifodalashimiz kerak. Buning uchun logaritm 30 asosiga ko'ra 8 ni asosiy logaritm qoidasiga ko'ra logaritm LG, ya'ni LG 8 hamda LG 30 ko'rinishida yozsak bo'ladi. Endi LG 2 ni kubi taqsim LG 30 ni 5 3 ko'paygan 10 ko'rinishida yozsak barobar. Endi bu 3 darajadagi 3 logaritm oldiga olib tushsa bo'ladi. 3 logaritm 10 asosiga ko'ra 2. Endi ko'paytirish degani logaritmni qo'shishga aylanib ketadi. LG 3 qo'shilgan LG 10 ko'rinishida yozsak bo'ladi. Endi 3 ko'paygan LG 2 ni 2 ni 10 taqsim 5 ko'rinishda ifodalasak, bunda qavs ichida LG 10 minus LG 5 ko'rinishda yozsak bo'ladi. Ya'ni logaritmda argumentdagi son bo'linib turgan bo'lsa, uni ayrish ko'rinishda ifodalasak bo'ladi. Endi LG 3imiz bizda b ga teng. B plus LG 10 degani 1 ga teng barobar. Xo'p, 3 ko'paygan LG 10imiz 1 minus LG 5imiz esa a ga teng. Taqsim b plus 1.